Ko'rinishidan 130 ming, 120 ming dollarga o'xshab turgan uyimizni bor yo'g'i 79 ming 900 dollarga berib yuborishyapti. Akalar, bunaqa narx uncha joydan topa olmaysizlar. Orqamda ko'rib turgan uylar 3 sotuvga joylashgan, 6 ta xonasi bor, 4 ta sanuzeli bor, plus podval ham bor, plus oshxona, bu yoqda mana balkoni ham bor. Shu uyimizni pul zaril bo'lgani uchun bor yo'g'i 79 ming 900 dollarga berib yuborishyapti. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, men sizlarga lokatsiyasi, ega raqamlarini aytib o'taman. Qani billa obzor qilib chiqamiz. Marhamat. Darvozadan kiraverishimiz chap qo'lga yozgi oshxonaga joy tashlab ketilgan. U yerda hojatxona ham bor. Xo'p, bu yoq zeleniy zona bo'ladi. Bu yoqqa 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Yoqqa tapchan qo'ysangiz ham bo'ladi. Bundan podvolga tushiladi, podval ham bor. Endi ichkarilarini birga ko'rib chiqamiz. Planirovkasini aqlli odam qilgan ekan. Kirganimiz mana bu yoqda hol, qarang, devorlarni mana qo'yib qo'yasiz bu yerga. Bu yoqda mana oshxonamiz joylashtirilgan. Xo'p, to'g'ri ko'tarkanmiz, bu yoqda katta mehmonxona. Men sizlarga shu mehmonxona bitta fishkasini ko'rsataman. Qarang, bu yoqqa orqa hovli qoldirilgan. Bu yerda mana zinadan pastga tushasiz. Zina qilib qo'yishdi, pastga tushish uchun. Bunaqa uncha joyda yo'q ekan. Shu yoqqa stol qo'yib, choy ichib o'tirsangiz ham bo'ladi. Xo'p, bu yoqqa o'tamiz, qadrdonlar. Bu yog'imiz umumiy yuvinish xonasi bo'ladi. Bu yoqda kattalar uchun spalni joylashtirilgan. Qarang, mana o'rtadan bo'linganda spalning o'zini alohida yuvinish xonasi bo'ladi, umumiy yuvinish xonasi bo'ladi. O'rtadan bo'lib qo'yiladi. Endi ikkinchi etajga ko'ramiz. Zinadan chiqib kelar ekanmiz, chap qo'lda mana umumiy yuvinish xonasi keladi. Uning yonida yana bitta spalni, ya'ni yotoqxona. Bu yoqni bolalar uchun yotoqxona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, bu yoqdan balkonga chiqiladi. Bu yog'imiz yana bitta yotoqxona. Bu yoq garderob, kiyimlarni nimalarni qo'yish uchun mo'ljallangan. Xo'p, bu yog'imiz yana bitta kattagina kattalar uchun yotoqxonamiz bo'ladi. Biz hozir balkonda turibmiz. Mana balkon bilan perni qo'yasizda, bu yoqqa o'sha stol qo'yib choy ichib o'tirsangiz ham bo'ladigan joy. Mahallani ko'ryapsizlar, gaz suv bor, dokumentlari tayyor ekan. Lokatsiyamiz Qibray tumani Ilg'or yangi birlik mahallasi bo'ladi. Qiziqqanlar uchun men pastdagi raqamini qoldiraman. O'zlariga to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqib savdolashsanglar bo'ladi.